Avtouzubi kanalida rekord narxda Lada Granta 2013-yilgi uzublari tetik holatda. Salonlari ham ideal holatda ekan. Ustomizni salonlari ham ideal holatda ekan, yangi chexollar bilan. Motor, korobka ходовойлari ideal holatda ham zo'r holatda ekan. Ustomizni motorlari ham ideal holatda ekan. 100 kilometrga 6 litr benzin ichar ekan. Propanlari ham original Polshani propanlarini injektorlarini qo'yib qo'ygan ekan. Bu Lada Grantamizni sizlar uchun rekord narxga beramiz. $2850 ga Lada Granta 2013-yilgi 48 talik tabletka propanlari bilan 650 km yurib beradi. Siz uchun mashina ekonomichеский, motor korobka ходовойлari zo'r holatda ekan. Просто bosaveradigan joy. Avtouzubi kanaliga obuna bo'lasiz, Telegram, Instagram kanallariga, Alibazar Rus kanaliga ham obuna bo'lasiz. $200 dan 5 ta odam yutib oladi. Har payshanba kuni sizlar uchun Mix Avtouzubi kanali, Alibazar Rus kanali